Hazrati Umar roziyallohu anhuni bir gaplari bor. Ayollarda eng yomoni deganlar Hazrati Umar, erkaklarga jur'at qilsa deganlar. Erkakdan hayiqmaydi, erkak kishidan qochmaydi. Deb ketyapsiz, yo'lingizdan kesib o'tib ketadi. Siz yo'l berasiz unga siz yo'l berasiz. U sizga yo'l berish kerak o'zi. Sizdan qochish kerak, sizdan uyalish kerak. Yo'q, nabarot. Erkaklar qochyapti hozir ayollar. Shunaqa ayollar bor. Erkaklarga jur'atli. Xiring qilib so'rashib ham ketaveradi erkaklar bilan. Xiring hazil-huzul. Erkak kishi yelkasiga bir urib qo'yadi yana. Siz xijolat bo'lib ketasiz hali ayolning qilig'idan. Bir joyimda chimdib qo'yadi qarang. Ayol kishi bo'lib turib erkakga qilayotgan munosabatni qarang. Eng yomon ayol shudir Hazrat Umar. Eng yomon erkaklardan hayiqmaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhuni bir gaplari bor. Ayollarda eng yomoni deganlar Hazrat Umar, erkaklarga jur'at